Assalamu alaykum. Hammaga xayrli kun. YouTube kanalini ko'ruvchilar. Men mana bugun gullarga jeleza qo'ymoqchiman. Bu jelezani gul magazinlarda sotadi. 10 litriga mana bitta qoshiqda mana shuncha solinadi mana. Hammaga mana shu nima bo'lsin? Marka 10 litriga bitta qoshiq solinadi mana. Buni men azmonda suvni quyib to'ldiraman. Birotola erib ketadi, srazu mana aralashib ketadi. Bahor paytida mana shunaqa gullarga barglari sarg'ayib, xloroz bo'ladi, kasallik tushadi. Shu paytda jeleza, magniy, kaliy, shunaqa narsalar quyish kerak. Shunga men mana shu bugun viliyalarimga ham bariga qo'yaman mana. Bu hozir gartenziyaga qo'yapman mana. Tegin uncha aqib chiqib ketmaydigan qilib qo'yapman. Sizlar ham bo'lsa mana shunaqa jeleza gul magazinlarda, do'konlarda sotadi. Buni apaqaqni olaman deb hozir qayta yozishadi. Gul magazinlarida sotadi. Spesialni mana shunaqa. Mana masalan xloroz bo'lyapti bu bir gulim, gartenziyam. Shunga imenda mana shu gulga kerakda mana. Men hammasiga qo'yib beraman, чтобы ular ham shunaqa bo'lmasligi uchun. Vitaminlar bahorda yetishmaydi-yu. Shuning uchun qo'yiladi bularga mana. Sizlarda bo'lsa sizlar ham mana shunaqa qilib olib qo'yinglar. Mana bu biri ham mana xloroz. Mana shularga imenda mana jeleza kerak mana shularga. Mana. Yana buni video obzor qilib beraman, ko'rasizlar. Qanaqa bo'lib chiqyapti. Mana internetdan kelgan gulim ham bir sorti degan, ko'ramiz bu sorti qanaqa chiqadi. Buni atay baklashkaga qilib qo'yganman. Hammaga xayrli kun tilab qolaman. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar, like bosishni unutmanglar.